Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Anglayotganinglar Zordun Sabirning Kechguz nomli postining davomi. G'ulja uning tug'ilgan, o'sgan, ter va qon to'kkan aziz yurti yiroqlashgan sari uni miskinlik, g'ariblik asir qilmoqda. Men 50 yoshdan oshgan bo'lsam-mo, texi pishmabdiman. Nimishqa hissiyatga berilaman, ehtiyoj va taqsimotga shartsiz bo'ysunaman. degan so'zim sunniy hissiyotimning mahsulimi. Partiya a'zosimi go'sh, ustixon, qondan tuzilgan odam. Alayda materialdan tuzilgan degichilarmi o'z nafsiga cho'g' tortadigan-ku. Oliy harbiy universitetda anglagan leksiyalarim, o'qigan kitoblarim menga ulug' nazariyalarni yaratquchilarningmi shaxsiy hissiyotiga berilib, boshqalarga ziyon solganligini, shaxsiy inovat obro'yi yoki o'z o'rnining mustahkamlanishi uchun boshqalarning jiniga zolim bo'lganligini aytib berdi-ku. Mushu ma'nidan aytganda Nadrov yo'lliq. Bizdek hammali ishda eng yuqori prinsiplarni o'ziga o'lcham qiladigan Aqko'ngil kommunistlarning qizg'inligi va itoatmanligi hisobiga o'zi foyda oladigan, rohat farog'at ko'radigan rahbarlarni yo'q degili bo'lamdi. Janubiy Shinjongda bo'z yer etishga shimoldan odam yo'tkashga ehtiyojmi? Nadrov so'ragan savolni qarmamdigan. Janubiy Shinjong Uyg'urlarning to'plashgan joyi. G'uljida milliy kadr yetishmaydi. Janubiy Shinjongdan kadr yo'tkab bu ishni hal qildi. Bo'z yer etishga u yerdan kadr yetishmay, shimoldan sizni yo'tkigan. Siz bu ishning to'g'riligiga ishonamsiz-a? Nadrovning savollariga javob bermak rostilla qiyin bo'lyotdi. Navada men rostilla gumonliq bo'lib, Nadrov degandek tarimga surgun qilingan bo'lsam-chu, men nimishqa bu adolatsizlikka qarshi kurash qilmadim? Partiya a'zosining birdan-bir burchi bo'ysunishmi? Adolatsizlikka qarshi kurash qilish uning burchi emasmi? Lekin kechikdim. Men endi kaynimga yanolmayman. Zihrullam dushman potiga hujumga manganda uni qaytirish mumkin bo'lmaganidek, menimi bu buyruq qarorni ijro qilish yo'lidan qaytirg'ili bo'lmaydi. Nimali bo'lmasin, men bu safarimni surgun jazo deb tushunmayman. Men boshqalarning qabul qila olmaydigan qarorini qabul qila olmayman. Men boshqalar qilishdan bosh tortadigan ishni qilaman. Men ulug' nazariya egalarining nazariyasiga amal qilaman. Hammali odam amal qilmasa, nazariya quruq so'zga aylanib qoladi. Men o'z harakatim bilan bu nazariyalarning to'g'ri va ulug' ekanligini isbotlayman. Xayr G'ulja, xayr, men ter to'kkan, qon to'kkan makon. Jing bozorining g'arbidagi quyuq to'g'raqlikdan chiqqandan keyin u qumush va yulg'un o'sgan bir dalga kelib, mashinani to'xtatishga buyruq berdi-da, o'zi mashinadan tushib, cho'lga qarab piyoda mangdi. Ayoli va bolalari uning nimishqa manganligini tushunmay, mashinaning yonida qarab qilishdi. Cheksiz, jimjit dala, yiroqda qizil, seriq yaproqlar bilan cho'mkalgan mahalla turibdi. Bu yerda qandoq sir va hikmat barkin tang? Balalar buni tushunmaydi. Lekin Ibrohimovning ko'z oldida yuziga ispanki yepilgan necha yuz, yo'q, necha ming yosh yigitning o'ngda jimjit yotgan holati gavdalandi. Shehidlarning o'ng qo'li ko'ksiga qo'yilgan. Ular o'z qarzini o'rinday olmaganligi uchun xalqdan kechirim so'rayotgandek, uyulib ispankisi bilan yuzini to'sib olgandek. U chaqda Navada heliqi Sovet Qizil armiyasining kapitani dushman istikomiga uduldan hujum qilishga orqama-orqa buyruq berivermagan bo'lsa, buncha jangchi qurbon bo'lmagan edi. Jangchilarning namozini tushirgichi zotning shu kunki so'zi Ibrohimovning yodida. Balalarim, biz maqsadimizga yetib dushmanni tamoman yo'qota olsak, siz shahidlar bilan Xudoning dargohida yo'riq yuz ko'risha olamiz. Navoda ta'tirschi bo'lsichu, men Xudoning oldida qor yuz bo'lib ketaman. U chaqda Ibrohimov yosh edi. Gerçi u Nadrovdek qaram yigit bo'lmasimi, dushmaniga g'azbi kuchlik, jinini alqiniga elib qo'ygan fidoilardan edi.
Mana mushu yerlarda u neçiligen yaqin dostları issiq qinini töküp, aziz jinidan kechib, bugungi mushu kunlar uchun ajr singdirgan edi. Navada birlari İbrahimovni rastilla gumonliq unsur deb jazolagan bo'lsa, mushu jing so'qishida qurbon bo'lgan sabdashlarma ayblikmi? Yo'q, erkinlik uchun, zulmdan qutulish uchun kurash qilish hammala joyda sharaflik. İbrahimov yosh shan-sharaf egisi, hargizmi aybkor emas. İbrahimov beshidan shapkasini elib, izg'irin shamolliq jimjit daliga qarab jimjit turdi. Uning yeniga ayoli bilan bolalar kelganligini u tuymadi. Dada, heyliqi sizlar nurg'un qurbon bergan yer mushumidi? Ha, bolam. Avu zumchak qum dövlari, düşman okoplari, potaylari joylashgan joylar edi. Bizga heyliqi sovet ofitseri udul hujum qilishga buyruq berdi. Biz shu buyruqning zini bilan nurg'un qurbon berdik. Zihrullah akam qahramonlik ko'rsatgan yer mushumu? U yer avu shalang daraxtliq bajaxo bilan Yongjihu atrofi. Potay partlatishga mangan 5 jangchidan birla Zihrullah akam hayot qolgan. O'zi yolg'iz 3 potayni partlatgan ha? Shundaq, Zihrullam qo'rqimsiz, chidamliq, farosatlik yigit. İbrahimov ko'z oldiga qardab, ko'kirib ketgan, tili yerim chiqib, ko'zlari oliyib qolgan, qo'llari Uyg'ur jangchisining ikki qo'liqidan ching tutib olgan Gomindang pilimotisining o'ngda yotgan gavdisi, to'mirdek ikki qo'li bilan uning kanidan bo'g'ib, dushmanining qo'rsqiga minib, gavdisi bilan oldiga yiqilib, o'shsiz yotgan Uyg'ur jangchi Zihrullam Nadirovning qiyofati gavdlandi. Men birinchi bo'lib dushmanning aşı potiga kirgan. Zihrullamning dushman kanidagi qo'llarini biz taslikda ajratgan. Heliqi chaqda pojangza ataman deb madaniyat uyiga o't qo'yayotgan Lenjangnimi qaldisi boqqanti ha? Ko'pchilik ajirtib olmagan bo'lsa, uni o'ltirib qo'yatdi. U vijdonliq nahaqchilik chidamaydi. Biroq to'limi turgun qaramligi uni bir baloga tiqib qo'ymasa bo'ladi-ku. Mashina jingdan Shexoga qarab yo'lga chiqqanda İbrahimovning ko'zlaridan taramlab yoshlar quyildi. Lekin u ko'z yoshini hech kimga ko'rsatmadi. U xuddi bu yerlar bilan mangulik xo'shlashgandek, jing so'qishida qurbon bo'lgan sabdoshlari o'rinlaridan turishib, uni uzatayotgandek ko'z yoshini zodila to'xtata olmadi. Ular shu kuni Shexoda qo'ndi. U ketisi tuyuqsizla yo'qab ketdi. Balalari taraf-tarafga chepib yurib, oxir uni shaharning sirtidagi qabristonlikdan topdi. İbrahimov qabristonlikning o'ttirsida xuddi post turgandek jimjit qatqan bo'yi turgan edi. Nima qilib yurisiz odamni ansirtib? Dedi ayoli hasrab turib. Sizni izdigili na vaq? Xo'sh demay qandoq ketaman? Avu Savud, Munu Talib, avu yer bilan tang turgan qabra qamaridan duttar chilib naqsha etadigan bo'lsa, hey isid, avu taxtaydan belgi qilib qo'ygan zina, nima-nimishqa o'ris qabrisiga qo'ymagan damsina? U iman etib musulmon bo'lgan. Damulla Raziyovning o'zi iman etqizgan ajoyib qiz edi. Ukrainacha atnoshka o'ynaydigan bo'lsa, hey bizning Talat uning eg'iz garmushkasini chilib beradi. Talatning qabrisini g'uljiga ko'chirib akitibdi deb angladim. Shunchalik adashlaringiz o'lganmidi, dada? Hey qizim, har birimizning necha o'nlab adashlarimiz o'lgan. Voy, nimanchijiq. Shunda qizim, zulmdan qutulish uchun qurbon bermay bo'lmaydi ekan. Sovet xalqi 20 milliondek, Polsha xalqi 10 milliondek, Yugoslaviya, Albaniya, Ruminiya, Bulgariya, Vengriyalarmi minglab, millionlab qurbon berish hisobiga ozodlikka erishdi. Jungo xalqimi o'xshashla nurg'un qurbon berdi. Qurbonsiz azodlik, erkinlik bo'lmaydi. Xalqning azodligi, vatanning ar-nomusi, ona yurtning bulg'anmasligi uchun qurbon berish inson uchun shon-sharaf. Undaq bo'lsa, do'stlaringiz uchun xushal bo'ling, dada.
Qarang qizim, dedi İbrahimov. Yer bilan tang bo'lib qolgan bir qabrni ko'rsatib. Dassilib yerga cho'kib ketibdi. Bizning vatan uchun, xalq uchun qon to'kkanlarimizni bilmaydiganlar bor o'xshaydi. Bizning to'kpimiz muni qabrlardek o'chib ketarmi deb ansirayman. Bizning qurbonlarimiz qadrlanishi, ularning qabrlariga gullar purkinishi kerak edi. Qahramonlarimiz to'g'risida kitoblar yozilishi, haykallar qatirilishi, muzeyxonlar qurilishi, naqshlar to'qilishi kerak edi. Lekin hozir ular yo'q. Bundaq haqqoniy talablarni qo'yishmi xatarlik bo'lib qoldi. Bundaqla bo'lib ketmas. Men ishinaman. Partiyamiz haqiqatsizlikni cheklab, haqiqatni nurlandirdi. İbrahimov atsi bir kun gap qilmadi. Bir kechidala u obdallik qerib qolgan, saqilining eqidan qarsi ko'p, qadimimi go'ya sal pukilgandek bo'lib qoldi. Mashina cho'llar kezib, to'p ketib boradi. Jo'ng'ar dalasining kechkuzda boshlanadigan sovuq shamili mashina ustidagi berzinning pashlarini qayirib, tunish zaminning yiqimli hidini İbrahimovning qiyirliq belgilari ko'payayotgan yuziga xuddi atirdak chachidi. Lekin bu atir uningga aram, huzur berish o'rniga uni azoblaydi. Uning ko'z yoshi irodasiga bo'ysunmagandek, balki vujudi yosh bo'lib erib ketadigandek bilinadi. Ammo İbrahimov ko'z yoshini ko'rsatmadi. U xuddi ikki asov at elib qochgan harvini o'z irodasi bilan to'xtatgan mahir harvikashdek ko'z yoshlarini tizgillab oladi. Shundoq u degan jang ko'rgan erkakda kun g'arbga qiysaganda mashina Manas daryosi bo'yiga keldi. İbrahimov mashinaning ko'zbig'a maydisini qo'yib olib Manas daryosi bo'ylariga qaradi. Kuzning ochiq havosida sharqdagi hammali joy aniq, oshkora ko'rindi. Ana Yansxay, ana o'rmon bog'i, Manas daryo bo'yiga okoplar qazilgan. İbrahimov g'ingshib naqsha etishga boshladi. Uning ballarimi uning xushalligiga sherik bo'ldi. İbrahimov qo'llarini so'zib, suyi aziyib, cho'ng sayga aylangan Manas daryosini, oppoq sho'rtang yerlari qarliq daladek ko'rindigan Yansxay, kashki quyoshning qiypash nurida qizg'ish yupurmoqlari bilan bir cho'ng gulxandek ko'rindigan o'rmon bog' taraflarni ko'rsatib so'zlashga boshladi. Nimishqa Yansxay deydi demsina, balki u tuzliq ko'l degan gap bo'lsa kerak. Ammo umuman bu yerlardan tuz chiqadi. Xay desizlar dengiz bo'lavermaydi. Bu yoqda naning dengizi bo'lsin, balam. Xo'sh, o'rmon bog' degan so'zni biz o'zimiz qo'yib olgan. Ashu Yansxayning sharq tarafi Urumchi, Ili tosh yo'li, janubiy tarafi Manas daryosiga tutashgan tabiiy o'rmonlik edi. Mushu tabiiy o'rmonlikni jangchilar o'rmon bog' deb atib olgan edi. Milliy armiyaning polik shtabi o'rmon bog'ining qoq o'ttirisiga joylashgan edi. Biz jing so'qishini tamomlab, Udul Yansxayga kelib o'rinlashdik. Öy nada deysiz qizim? Zimlanklarni ko'lab jangchilar shu yerda yotadi. Zimlanka degan nima demsiz-a? Qizim, Zimlanka degan o'rischa gap. Bizcha gama degan so'z. Biz u yerda qachon Urumchiga yurish qilishga buyruq berilarkan deb kutib yetibdimiz. 1945-yili 10-oyda 2-dunyo urushi butunlay oxirlashib, jang kayshi bilan bizning Stalinning chiqishib do'st bo'lib qolganini, bizning taqdirimizning hal bo'lib bo'lganini biz nadim bilaylik? Hech narsadan bexabar harbiy mashq, o'g'inish, ko'ngil echish, namoz o'qish bilan kunlarni o'tkazaveribdimiz. Lekin biz u chaqda g'alaba shodlig'i, yoshlik g'urur, umid arzuning ilhomi bilan to'limu baxtlik edik. U jimib qoldi. Uning ko'z oldida yana shu Nadirovning simosi, uning mashrang, galapishim, o'tuk, gimnastorka kiygan belini tasma poti bilan ching bog'lagan, ispankisini sal qing'ir kiygan, azroq cho'qur yuzidagi sal qing'irroq burni, alayda ko'zga chiliqadigan xushxuy chiroyi gavdlandi.
U күні Надыров толымы қошал, сәбдашлары оның командыры болған Ибраимов толымы қошал болған бір күн еді. 1945 yılı 10 aydaki şu günmü xuddi bugünkidekla hava uçuq, ak bulutlar süzük küz asmanını zinnetleyen Yansxay ormanlıqı qızıl nurlar içide alaydı canlanğan. Hemmeli joy tazlanğan jangchilar pokiza ratlik kiyingan kulki chaqchaq naqshilar bilan hamma tarafdan anglanib turadigan bir kun edi. U kuni 1 batalyon, ya'ni İbrahimovning batalyoni Bajaxo Yongji-Xudagi qahramonligi uchun alayda maqtalgan. U batalyonning jangchilari bir egizdan ma'qullab ko'rsatganligi uchun Zihrullamga kurash qahramoni degan nom berilgan kun edi. Uch havada öz güzelligini texmi namoyon qilgan o'rmonbog' sehiy quyoshning atiganlik o'tkir nuri bilan yuyungan, go'yo atrofdagi sarg'aygan jo'ng'ar dalasig'imu oltin suyi chechilgan. Polik shtabi oldidagi keng maydonga butun polik rotalar bo'yicha tizilgan. Milliy armiya marshi suzuk osmonda to'lqin paydo qilib, maydonni ko'rmak bo'lib pastga ingishgan yupqi bulutlarni titratgan edi. Polik boshliqlari gamilardan chiqdi. Polik dijornisi butun polikqa diqqat komandasi berdi va polik komandirlarga doklad qildi. Polik komandiri g'albi shotligi bilan kulimsirab turib, avval butun polikqa chas berdida jarangliq ovozda: Bajaxo va Yongji-Xuni ishg'ol qilish jangida qarindosh qismlarga yaqindan moslashib, polkimizning 1-batalyon 1-rotasi alayda xizmat ko'rsatdi. Bu qitimliq hayot-mamatliq jangda jangchi Nadırov Zihrullam qismimizning qahramonlik an'anasini joriy qildirib, dushmanning 3 potini gumron qilib, qismlarning g'albilik olg'a ilgarilishini kapolatga ega qildi. U o'zining issiq qini bilan qarindosh qismlarning Bajaxo, Yongji-Xularni egallishiga yo'l ochib berdi. Zihrullam inqilob g'albisi, ozodlik, erkinlik uchun o'zining aziz jinini ayamay butun qismdagi jangchilarga ulgi yoritib berdi. Uyg'ur xalqi Zihrullamdek qahramon farzandlar bilan faxrlanadi, ularga opirin o'qiydi. Şan şarap yağdırıdı. Milli Armiya Qo'mondonlik shtabi jangchi Nadırov Zihrullamni xalqning oliy mukofoti bo'lgan oltin medali bilan mukofotlashni qaror qildi. Bugun men Milli Armiya Qo'mondonlik shtabiga vakolatan jangchi Nadırov Zihrullamga bu medalni taqdim qilaman. Bütün maydonda alqış sadalari, hurralar yangridi. Zihrullam ispankisini sal qiypash kiyib, jangchilarga xos chapdaslik bilan polik komandirining oldiga keldi. Polik komandiri nur chechib turgan oltin medalni uning ko'ksiga taqab bo'lib, Zihrullamning qo'llarini ching siqib, xushalliqdan ovozi titirgan holda: "Yigit, sizni tabriklayman. Yana tirishing, texmi cho'ng xizmat ko'rsating", dedi. "Vatan xalqim uchun jinim pida", dedi Zihrullam qo'lini cheksiga tirab, putlarini juplab salom bilan javob berib. Zihrullam sahnadan hayajon yoshlarini surtib tushganda, uni birinchi bo'lib tabriklab, mahkam quchoqlagan Ibrohimov emasmidi? Jangchilar uni beshidan egiz ko'tarib osmonga etib, maydonda cho'girlatganda Ibrohimov qanchalik xushallik yeshi to'kkan edi, ha? Milliy armiya o'ttiri yo'linishdagi qismlar ichida Zihrullamni bilmaydigan, maqtamaydigan hech kim yo'q. Lekin hech kimmi texi Zihrullamni Ibrohimovdek bilmaydi, yaxshi ko'rmaydi. Shu topda uning yanida Nadırov bo'lsidi, ular birlikda muni suyi bir eriqli bo'lib qolgan Manas daryosi bo'yida, Yansxay o'rmon bog'larida piyoda minib sayli qilsidi, esit, endi bundaq kunlar hargiz bo'lmaydi. Balki ular mangulik xo'shlashqandi, xuddi yoshlik, xushallik bilan xo'shlashqandeklar. Dada, nimishqa bu aytganlaringizni roman qilib yozmaysiz? Ajoyib ta'sirli qilib so'zildingiz. Zihrullam akam Matrosov, Huang Jiguang
cho'shayanlardan qilishmaydi ekan. Qurban bo'lsili hisobmi, Zihrullam akammi o'z gavdisi bilan dushman potiga hujum qilibdi, lekin qurbon bo'lmabdi. Nadirov, dedi Ibrohimov ulug' kichiktinib qo'yib. Rost, hech kimdan kam emas, lekin u gapining oxirsini ichiga yutibdi. U birinchi qatim vijdon azobi his qildi. Nadirovning to'kpisini cho'kirishda o'ziningmi bir kishilik hassisi borda. 1961 yili mamlakatlik emgak qahramonlari yig'iniga kona harbiylardan bir nechtasi Nadirovni ko'rsatdi. Demisimi, uning dehqonchilik maydonini gullantirishga singdirgan emgiki hamma odamdan ustun edi. Lekin partkom yig'inida birsi Islomovni ko'rsatdi. Islomovni sinfiy kurash eng ustun deb maqtadi. Islomov bir qancha gumonliq unsurlarni pash qilgan, tavrangan unsurlarni naq maydonlari bilan ayblagan, Nadirov haroqkash, majrochi, rahbarlik ustidan so'zlaydi degan ayblar qo'yildi. Ibrohimov maydonning muavin boshlig'i, partkom hayiti bo'lib turuqliq shu yig'inda Nadirov to'g'riliq haqqoniy gap qilmadi. Uning ayblarini qabul ko'rdi. Natijada Islomov qahramon shaxs bo'lib qoldi. Ya'ni-chu, Nadirovning maydon partikomiga bergan samimiy fikrlarini dushmanlik kayfiyat deb qarg'uvchilarni qo'llab, Nadirovni iskilotchi degan oddiy xizmatidan elib tashlab, oddiy ishchi qilib qo'yishga qo'shildi. U nimishqa o'z sabdishining gapini qila olmadi. Partikom sekretarlariga nima uchun Nadirovning tarixiy to'kpisi mijozidagi alayidligi to'g'risida so'zlamadi? U Islomovdek odamlarning qo'lga topshirib berishda Ibrohimovning o'ynagan roli cho'ng emasmi? Ibrohimov mana bugun qurbonlar qabrisi aslimilar orqaliqla o'zining nimalarni xato qilganligini tushundi. O'zini bilish ajab taskina. Men birsiga yaxshichoq bo'lishga nimancha berilib ketgandiman. Men o'zimga qattiq talab qo'ydigan kommunist edim-ku. Men yana qanday qilib haq so'z qilishdan qo'rqadigan, o'z sabdoshlarimni asirmaydigan bo'lib qolgandiman, ha? Haq jazo. Manga jazo bersa haq bo'lg'idak. Nadirov qimmatli qarindosh, sana vabal bo'libdi. Sen texi meni ayblamabsan. Meni mana bugun vicdanim ayblamoqda. Men vicdanimdan jazo talab qilaman. U Manasdan chiqib Urumchiga kelgicha üzüldürmey tamaki çekdi. Ayali onun kaypining o'zgarganini birinchi bo'lib bayqadi. Nima bo'ldi? Mijozingіз yo'qmi? Mijozim yo'q, mijozim yaxshi. Menga arduq yetgan o'xshaydi. Helimi armaydi ekansiz. Urumchida bir oydam alayli amsa. Yo'q, tiz mangayli. Tarimga qancha tiz kessak shuncha yaxshi. U tökpi yartishga aldiraydi. Yoki vijdon azobidan qutulishga aldiraydi. Buni mashindagilardan hech kim bilmaydi-da.